Nasiba videolar chiqarmay qo'ydingiz, qanisiz deb so'raganlar uchun bir kunlik vlogim. Ertalabdan oilaviy shifoxonaga bordik, qizimni doktoriga ko'rsatdim. Ko'z tegmasin, qizi juda ham aktivniy, sog'lom dedilar. Shu fursatdan foydalanib ginekologiga ham kirib chiqdim, o'zimni sog'lig'imni tekshirib chiqdim. Uyga qaytayotgan vaqtimiz ko'zimiz shu narsaga tushib qoldi. Ko'chaga konditsioner qo'yib qo'yishibdi. Abitam bu bo'lganida qornimiz ochqab milliy taomlarga shashlik yegani keldik. Shashligi menga umuman yoqmadi, o'shaning uchun videoga ham olib o'tirmadim. Erim bilan ko'chada yurganimizda bolani menga umuman ko'targ'izmaydilar. Polni o'zlari ko'tarib beradi. Sen og'ir ko'tarma, men o'zim ko'taraman dedilar. Bu qanaqa baxt. Uyga kelib Yasminaxon bilan yana anchagina kulishib o'ynab o'tirdik. Yasminaxonam bir pasda kattagina qiz bo'lib qopti. Yasminaxonni uxlatib, uyda ham ishlarini qilib oldim, kirlarni tashadim, changlarni, pollarni artib, polnisi uborka qilib oldim. Va orada Telegramdan o'quvchilarimga ham javob yozib chiqdim, ishlarimni ham qildim. Imkon pul reklamasini olganman, reklamaga narsalar jo'natib yuborishibdi. Ochib raspakovka qizim ko'chaga chiqamiz deb injiqlik qilganiga ozgina прогулочка qilib, korzinkaga kirib bozorlik qilib oldim. Uyga qaytib chaqqongina kelinka bo'lib, shunaqa ovqatlarni, salatlarni qilib tashlaydi. Uydagilar bilan o'tirib ujinimizni ham. Bilasizlar, meni ota-onam Koreyada yashaydilar. Koreyada mana shunaqa posilka jo'natib yuborishibdi. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Buning uchun ota-onamga kattakon rahmat deb qolaman. Erim Yasminaxonga qarab turdilar, men esa kargolarimni ochdim. Raspakovka videolarimni ham oldim, hali postga joylashtiraman. Kutinglar, kecham bu bo'ldi. Er-xotin shirinliklar yeb, choyxo'rlik qildik. Yasminani ham uxlatib, bugungi bir kunlik vlogim ham tugadi. Hammaga xayr.